Xayrli kun, hurmatli I Love Shopping kuzatuvchilari. Qizlarjonlar, bugun juda ham ko'p tovarlarimiz kelgan. Koreyadan. Oliviyangda bilyapsizlar, hozir 70% skidga ketyapti. Shuning uchun juda ham ko'p tovarlarni olib qolishga harakat qildim. Bir boshdan obzor qilib beraman qizlarjonlar. Qaranglar, Skinik brendidan 3 xil SPF kelgan. Bunisi yog'li terilar uchun, bunisi quruq terilar uchun, bunisi tone upligi. Byudjetli SPF so'raganlar uchun zo'r variant qizlar. Keyin mana bunaqa atirli kremlarimiz kelgan qizlar. Mana bunaqa pion gulini hidini beradigan, bu o'zi krem ko'rinishi, lekin atir, parfyumerniy atir qizlar. Mana o'zim ishlatadiganimni ochib qo'yganman. Teksturasi xuddi kremdaqa bo'ladi. Xohlagan joyingizga surtib olasiz. Bu Victoria's Secret Bombshell'ni hidini beradi. Bo'yningizgami, qo'llaringizgami, qayeringizga surtib olsangiz ham kech-kecha sizni tark etmaydi. Yuvinganingizdan keyin ketadi qizlar. Kiyimga ishqa bo'lmaydi xolos. Shunaqangi bir yengil tekstura, juda ham yumshoq narsa, sumkada olib yurgani ham zo'r narsa. Bundan zakaz kelgan 2 dona qizlar, xolos bundan o'zimga yoqqanligi uchun zakaz berdim. Xo'p, Enjoy'dan qizlar stickli SPF kelgan. Bu har qanday yuz turiga tushadi, ko'proq quruq terilarga tortadi, chunki gialuronka bor tarkibida. Stickli SPF so'raganlar uchun gigiyenik jihatdan stickli SPFlar juda ham qulay qizlar. Qo'l ishlatmaysizlar-da bunda. Stickini o'zida surtib olasiz. Keyin Idol'dan keldi mana tush umuman qolmagandi qizlar. Fiksatsiyasi rosa ham zo'r. Kiprigingizda yuvib tashlamaganingizcha turaveradi. O'qalanib ham tushib ketmaydi, yig'laganingizda ham tushib ketmaydi, yomg'irda qolganingizda ham tushib ketmaydi. Shunaqangi bir qattiq tushki, shundoq kiprigingizga yopishib qoladi. Erkaklar uchun ham Skinik brendidan penka kelgan qizlar. Morskoy penka so'raganlarga aloqaga chiqinglar. Zerodan shunaqa oliviyangda upakovkasi bilan penka kelgan qizlar. Bu ko'k choyli, quruq terilarga tushmaydi. Yog'li kombi terilar uchun zo'r tushib beradi qizlar. Zeroni bilasizlar, gidrofilkasini juda ko'pchilik ishlatgan, sherbetlarini juda ham zo'r chiqadi penkalari ham. Mana nimasi ham katta, obyomi ham katta. Buni donalab olsangiz ham bo'ladi, xuddi shu turishda ikkitasini olsangiz ham bo'ladi. Dr. Blemishdan mana bunaqa oliviyang o'zini upakovkasida chiqargan qizlar. Shunaqangi zo'r narsaki, buning ichida 2 xil kremi bor. Bitta krem, lekin obyomi 2 xil xolos. Bittasi bunaqa tubikli, siqmali, bittasi bunaqa idishli, bitta keyin serumi bor qizlar. Dr. G'ni men juda ham sevaman. Meni doimiy klientlarim juda ham yaxshi bilishadi, chunki aknega moyil, ugri tez toshadigan terilar uchun, tez qizarib ketadigan terilar uchun ideal variant, ideal brend bu. Shunaqangi zo'r chiqadiki, kremlari doimiy sotaman. Kremlardan ham, SPFlardan ham doimiy sotaman. Shunaqangi zo'r brend, zo'r ishlab beradi hamma narsasini. Bu bayramona chiqqan upakovka qizlar. Buni donalab olsangiz ham bo'ladi. Men Telegram kanalga narxini qo'yaman. Bitta kremini alohida, sumочкасini alohida, serumini alohida sotib olsangiz ham bo'ladi. Men buni opisaniyasi bilan qo'yib qo'yaman kanalga. Keyin yangilik qizlar, Medihilldan mana bunaqa niatinamid zakaz qilganman qizlar. Buni ham donalab olsangiz bo'ladi. Bu nimaga? Niatinamid post akne bilan kurashayotganlarga, ugri tez toshadiganlarga, tez qizaradiganlarga, poralari kengayib ketganlarga zo'r narsa qizlar. Buni 2000 dozada niatinamid bor emasda tarkibida. Bu juda ham katta degani, zo'r ishlab beradi yuzingizda muammolar bilan. Keyin Dr. G'ni shunaqa Eclair'dan ham zakaz qilganman qizlar. Buni yonida probniki bilan keladi. Buni donalab olsangiz ham bo'ladi. Shunaqangi zo'r narsaki, mana hozirgi ko'rgan Dr. G'imizdan ham kuchli varianti bu. Ya'ni doimiy ugri toshib yuradiganlar uchun yog'ni kontrol qiladigan krem. Yuzingizdagi yog'ni balansini kontrol qilib beradi har doim. Shunaqangi zo'r narsa qizlar. Keyin o'zini bunaqa oliviyang upakovkasida chiqqan bu. Endi Senkadan juda ko'p sotganman qizlar, klientlar bilishadi. Bu yaponskiy penka. Quruq terilarga shunaqa zo'r tushadi. Quruq terli klientkalarim maza qilib ishlatishgan. Qayta so'rashadi har doim. 70% skidkada bu shunaqa upakovkada chiqqan. 2 xildan zakaz qildim qizlar. Mana bunaqa pushtidan zakaz qildim, keyin shunaqa ko'kidan zakaz qildim. Ikkalasi ham quruq sezgir terilar uchun ideal tushadi. Bunisi kollagenlik varianti, bunisi doimiy ishlatadigan odatiy variantimiz. Keyin mana bunaqa slim kollagendan zakaz qilishgan. Bu bir kishini zakazi, shuning uchun bir dona zakaz qilganman. Bu qiz
aloqaga chiqib beramiz. Tarkibida glutation bor qizlar. Ham oqartiradi, ham ozdiradigan. Stikli bo'ladi. 30 ta bo'ladi tarkibida. Har kuni bittadan tayyorlab ichiladi. Keyin yana yangilik qizlar, o'sha yangiliklar ko'p bu safar Fusiderm brendidan shunaqa SPF zakaz qilganman. Quruq, sezgir terilar uchun zo'r tushadi bu. Tarkibida patinol bor qizlar. Terini quritib yormaydi, terini baryer qism bilan ishlaydi. Keyin 4+8 soatga yetadi degani. Agar yuzingizda makiyaj bo'lmasa, men doim tayyorlayman. Har 2 soat, 3 soatda yangilab olinglar. Tahorat oladigan qizlar, har namoz o'qiganingizda tahorat olasiz. Shunda yuzingizda SPF yangilab olishingiz kerak. Hech bo'lmasa namlantiruvchi krem surtib oling. Bo'lmasa bizni suvlarimiz og'ir qizlar, shuning uchun yuzni sho'rlashtirib yoradi. Nimbuzindan mana bunaqa SPF, tone up SPF so'raganlar uchun tone up SPF zakaz qilganman qizlar. Juda ham yengil tekstura. Nimbuzinni bilmagan odam bo'lmasa kerak, menimcha. Juda ham produktlar sifatli chiqadi. Buni ham donalab olsangiz bo'ladi. Biaxildan mana 2 xil prozrachniy ham tone up SPF dan zakaz qilganman qizlar. Juda ko'p sotaman bundan. Chunki o'zim sevaman. Professional brend, juda ham narsalari sifatli. Kremlari ham, ampulalari ham juda ham tarkibida kuchli namlantirishga ishlaydigan mahsulotlar bor. Shuning uchun Biaxilni Koreyani o'zida ham juda ham yaxshi ko'rib ishlatishadi. Buni mana bu prozrachnisi, mana bu tone upligi mana. Yengil ton beradi qizlar. To'liq tonalkaga o'xshagan ton bermaydi. BB kremlarga o'xshagan yengil ton beradi. Maza qilib ishlatasizlar. Keyin mana Dr. G'dan baryerli krem zakaz qilganman qizlar. Buni ham donalab olsanglar bo'ladi. Bittasi 100 ml, bittasi 50 ml bor bolachasi bilan. Bu nima qilib beradi? Buni multibalimidan ishlatganman qizlar, aynan shu seriyasini. Baryeri tiklab beradi. Doimiy kislota ishlatasizlar, serumlar ishlatasizlar, ampulalar ishlatasizlar. Mana shularda yuzingizni himoya qavatini buzib qo'ymasligi uchun shunaqa baryerli krem ishlatishingiz kerak. Buni 1 yil iloji bo'lsa, 1 yil shunaqa dermatologik testdan o'tgan baryerli mahsulotlar ishlatib yursangiz, yuzingizni himoya qavati zo'r tiklanib qo'yadi. Ha deganda achishavermaydi, ha deganda qizaravermaydi. Juda ko'pchilik baryer qismini shikastlab qo'yib, yana dog' bilan, ugrilar bilan kurashaveradi, yana kislotalar ishlataveradi, yuz battar bo'lib ketaveradi. Sovunda yuvsa ham, penkada yuvsa ham yuz qizarib ketadigan bo'lib qoladi. Aslida siz baryer o'sha himoya qavatini buzib qo'ygan bo'lasiz. Shunaqa kremlar tavsiya qilaman. Bu yuz tanlamaydi. Har qanday yuzga tushib ketaveradi qizlar. Shunaqangi zo'r testimdan o'tgan, shuning uchun kattaroq variantidan ham zakaz urdim. Keyin xuddi shu seriyani toneri qizlar mana. Tonerini ham bitta 300 ml bor, bu yerda 100 ml bor. Alohida qilib olsangiz bo'ladi. Mana bu 300 ligini xohlasanglar, одноразовый idishlar bor, shunga ham quydirib olsangiz bo'ladi 100 mg dan qilib. Bu ham shunaqa baryerga ishlaydi. Juda ham zo'r, menga ishoning, sifati juda ham zo'r. Ishlatsangiz maza qilasiz. Keyin qizlar mana bu Zerodan shunaqa set zakaz qilganman. Buni donalab sotaman, shuni pachkasida sota olmayman qizlar. Qaranglar, buni ichida Zero sherbet bor. Hamma biladi, juda ham zo'r sherbet. Vegan sostavga ega, o'simliklardan tayyorlangan. Makiyajni shunaqa zo'r o'chirib beradi. Juda ko'pchilikda sevimli mahsuloti bu. Bundan keldi qizlar. Buni ichida 2 ta bo'ladi. Keyin mana bunaqa micellarkasi bo'ladi. Micellarkasini yarimi suv, yarimi yog' bo'ladi mana qizlar. O'zi alohida bo'lib turibdi. Aralashtirib yorasiz ishlatayotgan paytda. Aralashtirib, vatning diskga shimdirib artish uchun mo'ljallangan shunaqangi zo'r narsa micellarkasi qizlar. Hattoki mana labdagi matoviy pomadalarimiz, ko'zdagi tenlar, tushlar hammasigacha zo'r ketkizib beradi. Keyin ichida mana bunaqa sherbetni manaqa probnikchasi bo'ladi. Buni ham donalab sotib olsangiz bo'ladi qizlar. Zo'r narsa keldi. Shunaqangi zo'r upakovka qilgan Zero. Menga juda ham yoqdi bu. Mana maskalar kelgan qizlar. Maskalarni ko'pincha qo'yishga ham ulgurmayman. Olib ketib qolishadi. Klientkalar juda ham yaxshi ko'radi maskalarni qizlar. Bular yaponskiy maskalar mana. Niatinamitligi, poralari bor, ugrilar bor qizlar uchun zo'r tushadi bu. Vitamin C ligi bor. Yuzini glow effect berishni xohlayotganlar, dog' bilan kurashayotganlar uchun zo'r narsa bu qizlar. Buni gyaluronkaligidan ham zakaz qilganman. U ham yetib keladi. Mana bu yerda koreyskilari ham bor. Gyaluronkalik bu koreyskiy bu. Keyin mana bunaqa guruchligidan ham bor qizlar. Maska nima uchun kerak? Maska qizlar. Men doim klientlarimga aytaman, haftada bir marta yuzinglarga dam beringlar.
yuzinglarga dam berganinglarda mana shunaqa maskalardan foydalaninglar. Shundoq penkada yuvib, shundoq maskani qo'yasiz, 20 minut turib, to'liq o'shim bo'lgandan keyin maskani olib tashlab, yuzingizni iliq suv bilan yuvib tashlaysizda, baryerni krem ishlatasiz. Albatta baryerni krem surtib olasiz deb tayinlayman. Yuz maza qilib dam oladi qizlar. Doimiy kislota ampulalar berib, kremlar berib yuzni qiynamasdan haftada bir marta shunaqa dam beringlar, maza qilasizlar o'zlaringiz ham. Keyin qizlar mana bu yerda elastiko so'raganlar, ashunchasi keldi. 3 xil rangidan zakaz qilganman. 5, 3, 6. Bu raqam ko'tarilgan sari rangi ocharib boraveradi qizlar. Bundan keldi. Keyin ramashkali sovunlar keldi qizlar mana. Ramashkali juda ham sifati zo'r qizlar, juda ham sifati zo'r. Har qanday yuz ishlatsa bo'laveradi, ko'proq kombi, yog'li terilarga zo'r tushadi. Keyin mana bunaqa kislorodni очистителimdan ham keldi qizlar. Bundan ham uzmayman, hech ham bilasizlar, oq ko'ylak kiyib yuradiganlar, постоянно oq ko'ylak kiyadiganlar uchun zo'r narsa. Kirmoshniga solishdan oldin shundoq yoqasiga, kiriga, ustiga surtaysiz, qo'llariga surtaysiz. Yangi tushgan dog' bo'lsa zo'r ketkizib beradi, lekin eski tushib bo'lgan dog'larni ketkizmaydi qizlar. Yangi dog'larga shundoq surtasiz. 5-10 minutga qo'yib qo'yib, kirmoshniga irg'itib olasiz. Bo'ldi, shunaqangi zo'r ochiradi kiringiz. Bundan juda ko'p sotaman, klientlarim o'rgangan o'zi. Keyin mana shampunlar qolmagan edi, keldi. Konfyumdan quruq sochlar uchun bu Geldria dushlar keldi, ko'k choylik. Mana yog'li terilarga tushadigan, yog'li sochlarga tushadigan oil control shampunlar keldi qizlar. Bular oil control hisoblanadi, yog'ni nazorat qilib berishadi. Keyin mana bunaqa gold keldi, imberli shampun, bundan ham qolmagan edi. Bu teri tanlamaydi. Quruq sochlarga ham, yog'li sochlarga ham ketaveradi qizlar. Rosa ham zo'r brendlar bular. Keyin Shayk keldi mana. Shayk feromon har doimgidek. Menda uzilmaydi bu. Aynan o'sha Shaykni Honey Girl degan seriyasidan shunaqangi zo'r feromon. Hattoki yozda ham sepib yurishadi. Yozda ham qizlar sepib yurishadi buni. Juda ham mazza narsa. Keyin 202 dan keldi. Bu Victoria's Secret Bombshell hidi qizlar. Bundan ham juda ko'pchilik so'rashadi. Juda ko'pchilik hozirgi yozga zo'r tushadi. Chunki mevalar bilan gullarda uyg'unlashgan varianti bu. Qizlar, keyin mana bundan raspivkada sotardim oldin. Raspivka olganlarda hammasi hozir shuni butunini so'rashyapti. Shunaqangi zo'r hid beradiki, bu o'zi mana o'rmonni hidini beradigan hid o'zi asli. Lekin hammaga yoqadi. O'tkir atir xohlaganlarga ham, yumshoq atir xohlaganlarga ham zo'r tushib beradigan atir qizlar. Tavsiya qilaman, sepib ko'ringlar, xohlasanglar 10 mg raspivkasidan sepib ko'ringlar. Undan keyin sizlar ham kattasini zakaz berib qolasiz keyin qiziqib. Xo'p, qizlar, meni eng sevgan atirim Ganymede keldi mana. 10 mg dagisi bor, keyin mana 20 mg dagisi bor qizlar, ikkalasidan ham keldi. Ganymede shunaqangi mazza atirki, achchiq ta'mni beradi, achchiq ta'mni. Yozda ham, qishda ham sepsa bo'laveradigan atir. O'zi o'tkir atir, lekin yoqtirasiz. Shunaqangi bir odamga yoqadigan hid, Ganymede hidi. Men juda ham sevaman. Unisex bu, erkaklar ham, ayollar ham sepsa bo'ladigan atir. Menda uzilmaydi. Har holda menda umuman uzilmaydi bu atir. Doimiy sepaman bu atirdan. Keyin klientkamiz zakazi bo'yicha 386 kelgan. Bu Trosador degan atirdi, analogi qizlar. O'sha hid birga bir olingan. 50 mg dagisi, katta ob'yomdagisi kelgan. Qizlar, bugun kelgan zakazlarimiz hammasi shular. Hammasini Telegram kanalimga o'tib narxini ko'rib olsanglar bo'ladi. Keyin qizlar, doim aytaman, agar Telegram silkam yo'q bo'lsa, menga aytinglar, men o'zim tashlab beraman sizlarga deb. Mana bu yerda mana bunaqa Olivia'ning sumkasi ham kelgan qizlar. Aynan o'sha 70% skidka bo'layotgan paytda magazindan iltimos qilib zakaz qildirganman qizlar. Hamma magazinlar ham sotmaydi Olivia'ni. Zo'rg'a 5 donagina oldim xolos. Buni klientlarim bilishadi. 1 milliondan oshiq savdo qilganlar uchun shunaqa sumkasiga beraman, sumkasiga solib beraman. Dastavkaga chiqarayotganda ham sumkasini alohida soldirib iltimos qilib jo'natib yuboraman. Bu podarka bo'ladi sizlarga, bonus. Bugungi kelgan yangiliklar shular qizlar jonlar. Bemalol Telegram kanaliga o'tib narxlarni ko'rsanglar bo'ladi.